Assalomu alaykum. Avvalo obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'lik, yaxshimi, qarmanglar. Bugungi videomizda Nexia 3 ni avtomat etib turibmiz. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tayim. Avtomat qilib turgan mashinalardan ko'p, Spark'lar ham, Nexia 3'lar ham, Gentra, Cobalt'lar ham avtomat qilib turibmiz. Hammasini ham videoga qo'yishni iloji bo'lmay turibdi. Bugun Nexia 3 ni chiqardik. Zo'r bo'lib chiqdi. Doğrusu Nexia 3 arkalarga qaraganda sal qiyinroq, 1-2 qiyinroq yerlari bor. Problemli yerlari bor. Yerlaridan ham o'tdik. Xudo xolasa endi qiyinchilik bo'lmaydi. Endi shu o'rinda bir narsani aytib o'tayim. Avtomatni ikki dona minusini sezdim-da. Men shuncha mashinalarni avtomat qilish jarayonida minusini sezdim. Birinchi minusi ozgina rasxod ko'p bo'ladi ekan. Ya'ni masalan o'zim mashinamni qilganimda yozgi kuni Cobalt 220-230 yurib turadi shaharning ichida. Bir bak metan bilan avtomat qilgandan keyin 200 ga tushib qoldi. Endi qishni kuni yana ham kamayadi. Qishni kuni bilasiz, yoqib qo'yamiz, ko'pincha qizdirib qo'yamiz. Shuning hisobiga masalan обычный mashina mexaniklar 200 ni yursa, avtomat 170 ni, 180 ni yurdi. Aytsakim, birinchi minusi o'sha rasxod tomonlama sal rasxodliroq bo'ladi. Ikkinchi minusi, endi men uni sezmadimda, menimcha endi ko'p mashinalarda prinsip tortadilar. Masalan shu avtomatga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. O'zini korobkasi tomonlama, buni korobkasi unga mo'ljallanmagan. Yana bir kichkina minusi bu ozgina shum ko'proq bo'ladi ekan. Ozgina bir mazi, endi avtomat korobkani kuchli baribir boshqacha bo'ladi. Shuni shumi bor. Mexanikning yeri zo'r. Mexanikning zo'r yerlari birinchidan shu bunga qarshi yeri rasxod tomonlama, ekonomik bo'ladi. Hamda mexanikning ko'pincha tezlikni berib, kerak yerinde 4 urib, kerak yerinde 2 urib, yoki kuratib, gapni qisqasi sport usulida haydovchilar uchun mexanik yaxshi. Endi hozir avtomatni o'tib turgan yer, endi hozir ko'rib turibsizlar, yo'llar hamma buzilib yotibdi. Endi ta'minlash ishlari yetib turibdi. Shaharning ichi avvalgiga qaraganda yana probka qiyinlashdi-da, probka ko'paydi. Shuning hisobiga baribir avtomat sho'llarida yaxshi-da. Yani hozir probkada kerak vaqti yarim soatlab ham qatib turibmiz, 40 minutlab ham qatib turibmiz. Lekin shunday vaqti menimcha avtomat yaxshi deb o'ylayman. Komfortni xaridorlar uchun, nichidir bir yengillikni xaridorlar uchun avtomat yaxshi. Xullas, videoni davom ettiramiz. Bu mashinamiz avtomat bo'lib chiqdi. Shu o'ziniki inchik bo'ladigan bo'lsa, zavodskoy inchik taqiladigan bo'lsa, hammalar shu zavodskoy tablolari almashdi, richaklari almashdi, yana tablo almashadi ekan. Hammalari zavodskoy etib, motor tomonlari ham akkuratni etib, hech yerida отдельно chiqib yotgan sim yo'q. Nima deydi, bir lishniy taqilgan vaj yo'q. Zavodskoy inchik taqilgan bo'lsa, через предохранитель orqali hammasi zavodskoy bo'lib taqildi. Gazlar ham tuzilib, programmalar ham urilib, akkuratni shu zavodskoy inchik bo'lsa, shunday holatda taqildi. Bu mashinamiz 50 ming kilometr yurgan. Endi xudo xolasa hozir klientimiz ham yotib. Mashinani 3 kunda chiqadi dedik. 4 kunda chiqdi mashin. Nexia 3 ni to'g'risi birinchi qilishimiz edi. Biza Gentra bilan bir xil bo'ladi degani hamma vajini planlashtirib qo'ydikdan, lekin Gentra'ni 2 kunda chiqarib turgani ham shunday deb o'yladik. Lekin Gentra bu Nexia 3 sal ko'proq vaqt oldi. Bir ikki problemalari bor ekan buni ham. Endi u ham ansatib qoldi. Xudo xolasa keyingilarda uni oldindan bilamiz. Yerida nima problema, necha yechim topiladi. Hech qanaqa muammo emas. Xudo xolasa shu 2 kun, 3 kun ichida svobodni chiqadi. O'zi mashina oqshom chiqadi. Endi haydab ko'rib boshqatamiz deb yana bir kun lishni, shu 4-kuni lishni aqqanmiz. Hozir mashinani haydab ko'rdilar, amallab o'shan ko'chalarda qilib ko'ngildagini paka yaxshi. Narxlarini qiziqadiganlar uchun shu yerda yana bizning Instagramimiz bor, Telegram kanalimiz bor. Oshuna girsangizlar, plus tugmasini bossangizlar, sizlarga narxlarini aytadilar. Instagramga girib bossangizlar ham bo'ladi, Telegramga girib bossangizlar ham bo'ladi. Ham yana bir ma'lumotni aytib o'tayim. Bu avtomat qilayotgan klientimiz ham yana bo'lib to'lashganlar. Xudo xolasa buni pulini bo'lib 6 oy ham, 1 yil ham bo'lib to'layveradi. Hech qanaqa undan bir ko'p ondan tushmaydi, oyna ko'p summadan tushmaydi. Endi mashinani bir haydab ko'ramiz. Probkaga girib ko'ramiz endi avtomatda.
Qışqaçanın böyle bir. Ne probka. Muzaffara. Şu probka yine salası giteyim. Mexanik Rossiyada tazı. shunchalik mashina dedik, lekin bu darajada probka bo'lmaydi bunda. Bedindagi yo'llar bekladi. Sessel, neler birini tutadan, programmada şey yok şeyden. Hava. Onun için programma o'zgartirish ketish kerak. Bizdikisel baskandan götürerek shunday aytib bersa bo'ladi. Bir xil va hamma yeri. Men ham shunday edi boshda. Keyin o'zi aytib berdi uni ustalar. Inchki o'zi ko'nglingiz yoqdimi? Yo'q, ajoyib avtomatni quvozat edik yine. Avtomat korobka mashina almashman aytamanda bu. Va o'zingizni mashina axir sürganishgan. Ikkinchi dekabrdan ikkinchi fevralgacha. Bu 2 aylık müddetinden. 2 oylik muddat. Qani Muzaffaran ish yo'ldi mashin. Xudo xolasa. Ajoyib yine mexanika mashinamizni avtomat qilib berdilar. Endi shu 2 oyning ichida aylab ko'ramiz. Rezultatini xudo xolasa. Endi göremiz. agar mabodo mashina haydalmay vera safar bilan ketib qoladigan bo'lsangiz, biza shu 2 oyning ichida ogohlantirishdan biza sizga chistani o'zgartirib ham berishimiz mumkin. Masalan, kimdir 2 oy yani nemis yo'q, maqsad yaxshisi bo'ldi, lekin sharti bo'lishi, kimlardir safarga ketadigan bo'lsa, masalan, yarim oy, 1 oy yana ham o'zgartirishimiz mumkin. Lekin shu vaqt ichida endi gelsangiz bo'ladi, lekin bo'lmasa yana shu garantiyasi bor, xudo xolasa aytib ko'ramiz. 2 oy ichida safarga chiqish niyatini qilmadim, maqsad etmadi keldi. Bo'ldi. 2 oy xudo xolasa Xorazmdamiz. Bo'ldi. Endi yana garantiya taloni, yana bir kopiyasi sizda, bir kopiyasi bizda qoladi. Bu sizga. Buni qilishdan maqsad endi mashinalarning soni ko'payib ketdi-dan, to'g'risi kim qachon qildik, nima bo'ldi? Baribir natib ko'rmasak, bizlar ham keyin ertaga nimadir muammo bo'lsa, bizlar ham ona javob beramiz-dan, tovarni, boshqasini. Masalan, zapchas o'zimizda o'tashmaydi-ku, van bir yerdan keladi. Bizlar ham olib turgan yerimizda aniq dalilimiz bo'ladi-da. Ular ham almashtirib beradi, prosta ular ham to'g'risini aytsak almashtirib beradi. Yo'q, o'z yakinda qo'yib berganmiz. Aniq adam yine yoddan chiqadi, shuning uchun bu aniq narsadan, to'g'risi dalil bo'lib turadi, yine deb beramiz. Havo. Shuni olib qo'yamiz. Nav xizmat bo'lsa kelaverasiz. Hozirda bu zapchas olsangiz ham shunday yo'lga o'tdik. Shu yo'l yaxshi ekan. Navodir mashina zapchas olsangiz ham endi kichkina taloncha beramiz. Masalan, o'zimiz ustaga yo'naltiramiz, o'zimizda ustalar bor. Navodir muammo bo'lsa, siz hech nima bilan ishingiz bo'lmaydi. Siz sho'rni bilasiz, bo'ldi. Biza zapchasini almashtirib beramiz, usta haqqi ham rasxod etmaysiz. Tap hozirdagidan. Yo'q. Garantiya bizdan bo'ladi. Siz berasiz, mashinani qabul qilib olasiz, bo'ldi. Sifatida, nerida muammo bo'lsa, biza javob beramiz, bo'ldi. Yana bu ertangi bugun vaziyalar bo'lsa, ish orqali kelaverasiz, yozib, nav yo'nalish bo'yicha kelsangiz, shu yo'nalish bo'yicha eng professional ustaga yuboramiz. Motor bo'lsa, motor bo'yicha, kuzov bo'lsa, kuzov bo'yicha, bo'lmag'ida endi xodor bo'lsa, xodor bo'yicha o'zini professionallari bor. Xolasangiz o'zingizni o'sha Xivadan sadashmasam, Xivadagi ustalar yo'naltirishimiz ham mumkin. Farqi yo'q. Bu faqat bu yerga kelin degan emas. Bizlar uchun shu yerdagi ustalar ham bor. Masalan, ishini javob beradigan ustalar bo'lsa, shu yerdan bor, o'zimiz ustalar bor. Biza usta haqqisini ham, mashinani zapchasini ham biza javob beramiz. Asal rahmat, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Rahmat. Xizmat bo'lsa kelaverasiz. Yaxshi. Haydab ko'rasiz mashinani, haydab ko'rib ayting. Hali bu yerda haydaganingizga hisoblanasiz. Yo'q, hozir endi besh yo'lga chiqib, tekis yo'lda bosamiz. Radar qarang. Radar qarab hozir. Qisqacha bir informatsiya berib o'tib ketchakman. Bizada hozirna Avelo'da mashinangizni mexanikni avtomat etsangiz, imning garantiya talon bor. Garantiya talon, bu yerda klientimizning adi familiyasi, mashina rusumi, mashina nomeri, ta'mirlangan vaqti, hamda garantiya necha vaqtdan keyin, masalan 2 oy beribmiz, 2 oy garantiyasi bor. Shu yoziladi, ham telefon nomerimiz yoziladi. Yoki klientning telefon nomeri yoziladi. Bu hozirgi kunda ishlab turibdi. Biza
Əvvəl yıkılğan avtomat qılıb bərgən maşınlarımıza telefon qılıb bazı şu nərsəni cari qilyatımız. Bu nəyə gərək? Məsələn, birincidən arxayın bolasa, həmmə nərsənin qarantiyası var. İkincidən, əgər 2 ayın içində mən maşın nəydə ölüm, mən az avtomat qıldırıb getib qalama deyil, onu bolsanızdan, bizə sizə qoşumca vaxt qoşub verişimiz mümkün yenə. İndi videonu alışdan maksat bizə indi şu nərsəni klientlərim qilyatımız. Nə odur zapças asa, məsələn, maşınla nə odur xarid qıladı, amortisator xarid qıladı mı, ya ki motorun remont qıldıradı mı, ya ki tok yollarına babini alamı, nə odur zapças aladı onu bolsa, nə o alışından qətinəcək. Həmmə nərsənin özünün qarantiyası var. Qarantiya talon bərəmiz. Bu talonda maşınınızda ağan zapçası yazıladı. Həmmə zapçası yazıladı, həm də isə vaxt yazıladı. Şu vaxtın içində əgər bizə də ağan vəcləriyiz, atkaz etədən olsa, garantinin talon urulsa, bizə zapçasına almışıq bərəmiz, usta haqqına mut etib bərəmiz. Bir dana şərti, doğru bizə yana gələsiz, bizə özlərimiz ustaya yürəmiz. Nə odur muamma boladan olsa, bizə də iç elədi. Zapçasan bizə də iç elədi, usta haqqan bizə də iç elədi. Heç nəsə rasvod etməyəsiniz. Fakat maşın nədir? Maşınınız toxtaq qalması gerək. Bizə şunu izində yürümüz. Toxtaq qalması qız üçün şu koldan genç zapçasını yaxşısından bərəmiz, yaxşı ustada qoydurub bərəmiz. Çıxırıb xuda xalaza çox ki çıxadı.